Assalomu alaykum. Doktor Deutsch tibbiy nemis tili blogimizga xush kelibsizlar. Men ismim Doston Hashimqulov, Toshkent davlat tibbiyot universiteti talabasiman. Kanalimiz maqsadi Germaniyada shifokor bo'lib ishlamoqchi bo'lgan, shifokorlik litsenziyasini olmoqchi bo'lgan jamiki O'zbekistondagi tibbiyot talabalarini ushbu kanalga yig'ish va shu kanal orqali tibbiy nemis tilini o'rganish. Nemis tilini o'rganish nima uchun kerak? Germaniyada shifokor bo'lmoqchi bo'lgan talaba birinchi o'rinda ikkita imtihondan muvaffaqiyatli o'tishligi kerak. Birinchisi Fachsprachprüfung va ikkinchisi Kenntnisprüfung. Fachsprachprüfung bu tibbiy nemis tilini, ya'ni tibbiyotni nemis tilida qay darajada bilishi aniqlanadi o'sha imtihon orqali. Ikkinchisi Kenntnisprüfung bu umuman shifokor bo'lib ishlashligi uchun shifokorlik bilimlari, tibbiyot, jamiki bilimlarni nemis tilida qay darajada bilishi aniqlanadi va unga aprobatsion, ya'ni litsenziya beriladi. Ushbu litsenziya bilan Germaniyada shifokor bo'lib ishlashlik mumkin. Agar maqsadlarimiz o'xshash bo'lsa, kanalga obuna bo'ling va like bosishni unutmang. Darsliklarda ko'rishguncha xayr.